Granny qatib qoldi. Bu mod emas, oddiy prostak. Grannyni qadirish oson. Juda oson. Agar shuni mehnatimni qadrlagan holda 100 ta layk va bir 10 tacha obunachilar kelsa rozi bo'lardim. Iltimos, shu mehnat qadrlagan holda layk bosib qo'ying, iltimos. Sizlarni faqatgina ikkita narsa, uchta ekan. Uchta narsa o'ldiradi. Shuni qatirib olib, survival quraverasizlar. Pistolet bo'lak topib oldim. Короче, hozir shuni o'rgataman. Turasizlar tag'in. Bosasizlar. O'zim o'rgatay. Kirib chiqasizlar. Va men hozir o'ylaydi. Granny qatib turibdi, o'zi mod aka deyapsizlar. Hozir tushamiz. Opa, o'ldim. Ana endi tiralemni. Qayta tomdami bu? Voy, itdek keladi-yu. Bugun keladi. Avayga turasizlar. Birinchisi hammada o'xshamaydi. Ikkinchisi halol. Oz. Tuvalikda oz. Ikkinchisi halol. Nimaga bo'ldingiz? Mana hayot endi olg'a. Shtir otamiz. Kimayapti? Podvalda shekilli. Onasi bilan nimadir qilyapti. Onasi o'likku. Keldi. Opa. Dish. O'xshadi. Shunaqa qatirib olasizlar. Bo'ldimi? Shu qiyinmi? Sekin vijvani qilaverasizlar. 3 darajada o'lasizlar, tepadan o'lasizlar. Tepada yorug' turibdi, qarasizlar. Keyin Grannyni ayasi bor-ku. Qani o'zi? Pastda yer to'lada o'ldirsalar, короче, kal tushadi og'zini. Metdan nima qilasizlar tag'in. Keyin o'sha sizlar o'ldirib, keyin tomdan o'lasizlar. Tepa tomda ham o'rgimchak bor. O'shalardan o'lsalar, Granny boshqatdan tiriladi. Короче, Granny ayasi men kitob qo'yib, shunaqa qilib, короче, o'zini qo'ygan bilasizlar. Короче, o'lsa boshqatdan qimirlaydigan bo'ladi Granny. Короче, 100 ta layk, 10 ta obuna kelsa, men sizlardan roziman. Grannyni qatiramiz, bu qatib qolgan. Video to'xtatilgan ham deya olmaysizlar. Bo'pti, короче.